Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervi qiz o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz albatta yana o'sha bayroqlar qurish challenge 6-qismni olamiz. Bugungi qismda biz hozir Belarus davlatini quraman men. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Hop, 80 ta obunachiga atigi ozgina qoldik. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. 80 ta obunachi bo'lamiz. 90 ta va albatta 100 ta obunachi. Novajon kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki shular mening kanalimni ochib berganlar. O'shalar bo'lmasalar, hozir shu videolarni ko'rmagan bo'lardingiz. Hop, Belarusni qurishni boshladik. Mana bunday va tepasiga yashil bloklarni qo'yamiz. Hop, pastiga esa hozir qizillarni qo'ysak, Belarus davlati tayyor. Endi mana bu yerga Estoniya davlatini quramiz do'stlar. Hop, Estoniya davlati. Sen qo'chasanmi yo'qmi? Hop, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bularni ham qo'yamiz. Do'stlar, keyingi davlatlarda keyingi videolarda qaysi davlatlarni qurishimni kommentariyaga yozib qoldiring. Yozib qoldirgan bo'lsangiz, rahmat. Xo'p, bir blok kichkina bo'lib qolibdimi? Yo'q, menimcha desam, bo'ldi. Mana ikkita davlatimiz bir blok kichkina bo'lib qolibdi. Mayli, xo'p. Mana bu davlatlarimiz bir blok kichkina bo'lib qolgani uchun shunday ko'rinayotgan ekan. Xo'p. Endi bir blokdan kattalashtirib chiqamiz bularni. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos. Hop, bizga hozir qizil ham kerak bo'ladi. Vop. Mana endi mana bu yerga qizillarni qo'yamiz. Bo'ldi. Endi mana bu Madagaskarni ham ozgina bir blok kattalashtiramiz. Hop. Mana yo'llarni ham buzamiz. Vop. Ana. Hozir endi bizga to'q yashil kerak bo'ladi. Mana uni yo'qotamiz. Hop. Mana Madagaskar ham tayyor. Endi Estoniyani bir blok kattalashtiramiz do'stlar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos. Hop, 80 ta obunachiga atigi 3 tami 4 tami obunachi kelsa 80 ta obunachi bo'lamiz. Hop. Videoni do'stlaringizga ham ulashish esdan chiqmasin. Hop, biz keyingi quradigan yana 4 ta davlatimiz bular. Qaysi davlatlarni qursam bo'lar ekan? Hop. Dunyoda juda ham ko'p davlatlar bor. Qaysi davlatlarni qursam ekan? Hop, birinchi mayli bunaqa kvadratini tayyorlab olaveramiz. Keyin esa quramiz. Hop. Davay, hozir men quradigan davlatlar bular Tonga va Malta bo'ladi. Malta davlatlarini quraman. Aytganimdek, hozir Tonga bilan Malta davlatlarini quraman, ya'ni o'sha ikkita davlatni. Ularning hammasida qizil bor. Mana bu yerga bundoq qilamiz. Mana bunday. Hop, mana bu yerga quramiz. Oq bloklarni mana shu yerga mana bunday qilib oq bloklarni qo'yib qo'ysak, mana xullas Malta davlati tayyor. Beda bo'lmas tishkili. Mana bu yerga qo'yamiz. Sразу managa qilamizda, mana shunday qilamiz. Mana Malta davlati ham tayyor do'stlar. Keyingi quradigan davlatimiz bo'lsa bu hozir qanaqa davlat dedim? Malta bilan Tonga davlatlari. Xo'p, mana bu yerga quramiz. Mana bu yerlarga ham quramiz. Xo'p. Yana bitta quradigan davlatimiz bu. Qaysi davlatni qursam bo'lar ekan? Hop. Tongani qurishni boshladik. Bir blok kattalashtiramizda. Mana shunday bo'ladi menimcha Tonga. Mana bu yerga shunaqa qo'yamizda, keyin esa mana bu yerga qizilni qo'yamizda, mana shu yerga oqni qo'yib
Hop, hozir bir eslab olay desam, bo'ldi. Qolgan joyi topolmay qizil bo'ladi. Mana u o'rtasida, mana bu chekkada o'zi plus bo'lishi kerak edi. Qo'shuv belgisi bo'lishi kerak edi. Mayli, hop, yana ikkita quradigan davlatimiz bular. Hop, Eron bilan Suriyani quramiz, mayli. Eron bilan Suriya. Eron bilan Suriya. Birinchi Eronni quramiz, keyin esa Suriya davlatini quramiz. Suriya davlatiga bizga qora ham kerak, menimcha. To'xtanglar. Eslolay bir. Bo'ldi. Bizga qora ham kerak bo'ladi. Birinchi navbatda men Suriyani quraman, keyin esa Eron davlatini quraman va shu bilan video tugaydi, chunki atigi 6 ta davlat qurish mumkin xolos. Hop, bu dunyoda kimdirlar bilan kirib o'ynashimni xohlasangiz, kommentariyaga kimdir bilan kiring deb yozib qoldiring. Shunda men kimdir bilan mana shu yerda davlatlar qurish challenge'ini olamiz. Hop, mana bu yerga bitta, bu yerga bitta, bu yerga bitta yulduz va mana bizda Suriya tayyor. Endi mana bu yerga esa va nihoyat biz Eronni quramiz va videoni tugataman. Hop, qishloq videolar nimaga chiqmoqda desangiz, chunki qishloq videolar uchun bir ikkita sabablar bor, qishloqda video chiqishi uchun. Hop. Mana bu yerga endi Eron davlatini quramiz. Yo'qib qoldi, hozir bug bo'lib. Mayli. Hop. Pastiga endi qizilni qo'yamiz. Qizil. O'zi to'g'ri qildimmi? To'g'ri qildim. Hop, mana bu yerga endi oq bloklarni qo'yib chiqamiz va o'rtasiga esa mana bu yerga o'zi Eronniki boshqacha bo'lardi. Eronniki boshqacha bo'lardi o'zi. Xo'p, Eronniki bunaqa bo'lmasdi-yu. To'xtanglar, men adashdim, sariq bo'lmasdi, qizil bo'lardi. Mayli, mana bunday qilib qo'yaveramiz do'stlar. Hech narsa qilmaydi. Sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bugungi qismda biz Belarus, Estoniya, Malta, Tonga va Suriya va Eron davlatlarini qurdik. Keyingi videoda qaysi davlatlarni qurishimni kommentariyaga yozib qoling. Sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Tezroq 80 ta bo'laylik, iltimos.